bahorda dronlar haqida video qo'yganmiz. Juda ham ko'plab telefonlar bo'ldi. Narxi nechi pul, qanaqa ishlash, qanaqa sharoit qanaqa. Mana shu dronlar xudo xolasa O'zbekistonda ishlab chiqaradi yaqinda. Buni kelib narxlarini o'zini birinchi raqamli o'sha ishlab chiqaruvchisi boshlig'i bor, direktori bor. O'sha odam kelib bizlarga tushuntirib beradi. Bu bog'lanuvchi sepadigan bu ham dron. Inson omilsiz boshqariladi. Xohlasanglar pultda, xohlasanglar avtopilotga qo'yib boshqarsanglar bo'ladi. Nimalarni saqlanib qo'yadi, dalillarni hammasini saqlanib qo'yadi. Endi bu dronlarning bir necha litrligi bor. 40 litr, 50-60 litrliklari bor. O'zingizlar kelib narxlarni so'rab olasizlar. Demak, bu yerda mashinamiz, Niva mashinasi. Buni ham narxini kelib so'rashingiz mumkin. Endi buni ko'pchilik biladi. Mana bu samolyot yengillik. Bu aynan ko'proq kooperativlar uchun mo'ljallangan. Ertaga kelsanglar bilib olasizlar. Narxi qanaqa ishlaydi, uslugalari ham bor bo'lsa, uslugasini so'rab olasizlar. Va bu yerda mana boshqa texnikalar bor. Narigi birinchi pavilyonimizda o'g'itlar, shu suspenziyalar va boshqa mahsulotlar bor. Yem, tashqarida chorvalarimiz keldi va mana bunaqa navigatorlar kelibdi. Ko'pchilik juda ham ko'p odam so'raydi. Mana bu o'zi mana shunaqa qilib boshqarib turadi bu traktor. Qo'lingizlarni tegizmaysizlar, faqat gazni bosib tursanglar, shu ekayotganinglarni to'g'ri qilib ekveradi. O'qdek qilib, keyin kultivatsiya ham shuni o'rniga tushiradi. Mana shu ham nomeri ham bor, mana. Nomerlari bor. Saqlanib qo'yishingiz mumkin. Anaqaga ham nimaga izohga ham yozib qo'ysanglar, nomer desanglar, aytamiz yozib qo'yishadi o'zligi. 2 yil garantiyasi bor ekan buni ham. Bemalol gaplashib, ko'rishib, narx-navosini so'rab, resursdan pul chiqadi deyapti. Xolasa o'sha paxtag'allan puldan chiqargan resursdan ham kelib ko'p bunaqa yangi innovatsion yangiliklar ko'p. Asosiysi seminarlarimiz bor. 12 xil mavzuda seminar bor. Kelib qatnashib, bir-birimiz bilan diydorlashib, ko'rishib, mazaq dam olib ketamiz. Kutamiz sizlarni.